Oyma aytgandilar, Ramazon kelsa ehson qiluvchilar, saxiy odamlar bizdan xabar olib oziq-ovqatlar, go'shtlar olib beradi. O'shanda maza qilib to'yib ovqatlanamiz degandilar. Lekin haligacha biznikiga hech kim kelmadi. Ayriliqning oni keldi, ruhda sadr. Qandoq kechdi bu safargi imtixonim? Umid shuki, bu ayriliq vaqtinchadir. Rob yonida ko'rishguncha Ramazonim. Xavotirman, tavakkulim qabulmikin? Haq oldida g'arib farzim ma'qulmikin? Riyolardan xolimi yo majhulmikin? Rob yonida ko'rishguncha Ramazonim. Lazzat oldim, qancha sabr qilsam shuncha. Laylisiga mushtoq bo'lgan bir majnuncha. Qo'llarimdan tutib vaslin ko'rsatguncha, Rob yonida ko'rishguncha Ramazonim. Qabul bo'l deb ich-ichimdan yig'ladim men. Xolis umidlarim bog'ladim men. Senga yana yetamanmi? Bilmadim men. Rob yonida ko'rishguncha Ramazonim. Ko'z qamashsin Rahmonimning ziyosida. Sababchi bo'l amallarim merosida. Hozircha xayr ushbu dunyosida. Rob yonida ko'rishguncha Ramazonim. سبحان الحنان المنان، سبحان الملك الديان، المعروف بالإحسان والموصوف بالغفران. الوداع يا شهر رمضان. الفراق يا شهر التراويح والتسابيح وختم القرآن. هذا شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران.